Bugun 20-fevral kunga Xudo xolasa bitgan sentrifugalarimizni obzor qilib boramiz. Buni Qo'qonga tayyorlab berdik. 4,5 metrlik vazifasi Gilomni 90-95% ga quritib beradi. Motori 18 kilovatlik bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Buni o'zimizni Farg'onaga berdik. Chiroyli qilib yasab beryapmiz. Gilom biznesini qilaman deganlarga sentrifugalar chiroyli qilib yasab beramiz. Manzilimiz Marg'ilon akvaparkda oldida yo'lda betida joylashgan. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, chiroyli qilib yasab beramiz. Rotorlari bilan bir yo'li komplekt qo'lni qilib beryapmiz. Katyollar ham bor. Barcha turdagi xonadonlar uchun, maktablar uchun, teplitsalar uchun yasab beraveramiz. Turbalarimiz ham yangida, chiroyli ishlarda tayyorlab beryapmiz. Bu ishxonamizni ichini holati, barcha turdagi temir mahsulotlarini barcha stanoylarda qilaveramiz. Zakazga qarab. Gilomda vazifasi 90-95% ga quritib beradi. Shulka vazifasini bajarib beradi. Katta narsa 1,5 tonna atrofida chiqadi. Kilosi ham nihoyatda og'ir, balonli qilib berganmiz. Bir kishi ham jildirib qo'ysa bo'laveradi joyidan boshqa joyga.